Nima uchun o'zbek sportchisi jangda mag'lub bo'ldi? U raqibiga emas, o'zining kibriga mag'lub bo'ldi. Bundan 7 asr oldin Xorazm diyorlarida bir inson yashagan. Butun dunyoda unga pahlavonlikda teng keladigani topilmagan. Rivoyat qilishlaricha, pahlavon Mahmud Hindistonga muhim bir musobaqaga kurashga boradi va bu kurashda ko'plab vaqt mobaynida u mag'lubiyatga uchramaydi. Nihoyat hal qiluvchi jang oldidan shaharni aylanib yurgan vaqtda bir keksa onaxonning yig'layotganiga guvoh bo'ladi va shunda onaxonning yig'layotganining sababini so'ragan vaqt onaxon shunday deydi: ertaga farzandim chet ellik mashhur bir pahlavon bilan kurashga tushadi. Agar bu kurashda u mag'lub bo'lsa, biz saroydan quvilamiz va biz sharmanda bo'lamiz. Oilamizning baxti qaro bo'ladi. Shunda Mahmud tushunib yetdiki, o'zi bilan kurashayotgan insonning onasi ekanligini. Pahlavon Mahmud tuni bilan ikki o'ydi girdobida qoldi. Agarda men yutsam, g'alabaga erishaman. Agar mag'lub bo'lsam, bir oilaning baxtiga sababchi bo'laman deb o'ylaydi. Kurash payti bo'lgach, Pahlavon Mahmud o'ziga nisbatan juda ham kuchsiz bo'lgan yigitga taslim bo'lib berdi. Buni ko'pchilik kutmagan edi. To'g'ri, bu kurashda Pahlavon Mahmud yutqazdi, lekin esa u kibrining ustidan g'alaba qozondi. Bundan shunday xulosa chiqarish mumkinki, kibrga berilgan inson oxir-oqibat mag'lub bo'ladi. Dunyo do'stligiga berma xotir hech, kekdan o'zga undan bo'lmas zohir hech. 100 yil yashasang ham o'lim keladi, 100 mulkni olsang ham bo'lur oxir hech.